Tarozini og'ir qiluvchi bo'lgan amallardan bittasi bu shahodat kalimasi. Hadislarda keladi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: qiyomat kuni bir bandani Alloh taolo hisob qiladi. Uning ro'barosiga 99 ta sijilla qo'yiladi. Sijilla degani bu kitob. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: bu sijillalarning ichiga faqat gunoh amallari yozilgan bo'ladi bandani. Alloh taolo so'raydi: "Ey banda, birortasini inkor qilasanmi shuni?" deydi. "Yo, yozuvchi bo'lgan farishtalar ham senga zulm qilib qilmagan ishingni ham yozib qo'yibdimi?" deydi. Mo'min banda tan oladi, Parvardigor qilganman deydi. Qayerga boradi? Qayerga boradi? Chunki oyoq qo'llari guvohlik berib turibdi. Ya'ni bandasini itoatkorligini, bandasini gunohlarini e'tirof qilib bo'ynini egishini yaxshi ko'rar ekan Parvardigor. Bo'ynimizni egayapmiz birodarlar. Sajdaga peshonamizni qo'yganimizda Parvardigor meni kechir deb yig'laylik. Chunki insonni deydi Rasululloh, Allohga eng yaqin bo'lgan holati sajda holati deydi. Alloh subhanahu va taolo bu itoatkor mo'min bandasiga seni bitta uzring bor buzolim. Shunda banda hayron bo'ladi, qanaqa uzr ekan deganda sening bir hasanoting bor. Bugun zulm qilinmaydi. Mana shu 99 ta kitobning oldiga kichkinagina qog'oz keladi. Banda ko'rib Parvardigor, ha bu 99 ta sijillarning oldida bu kichkinagina shapalaqdek qog'oz nima bo'ladi deb turgan paytda mana shu qog'oz savob pallasiga borib shunda tushganida gunoh pallasini bosib turgan 99 ta sijillarni shunday zirqiratib ko'tarib tashlaydi. Savob pallasi og'ir kelib ketadi. Bu qog'ozda ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu kalimasi bo'ladi. Mana shu kalima bormi tilinglarda? Alloh muborak qilgan bo'lsin. Agar 99 ta sijillaga to'ldirilgan gunohlarimiz bo'lsa, lekin Allohdan umid qilib kechirishligini, iymon keltirib Alloh taolaning g'ofurligiga shu kalima bilan borsak, albatta Alloh taolo kechiradi gunohlarimizni.